Assalomu alaykum hurmatli Ofarin Surxon kanalining kuzatuvchilari. Bizda bitta sotiladigan uy bor. Shoshmasdan bir 5 minutda ichida ko'rib chiqamiz. Mana bu turgan joyimiz Yangi Termiz mahallasi. Bu 222 avtobus yo'nalishining oxirgi nuqtalarida joylashgan. Xullas, uyni proyekti menga juda ham yoqdi. Juda ixcham, chiroyli qilib qurilgan. Mana bu tomonda bitta bu kladovka bo'lsa kerak shekilli. Kladovka. Bu tomonda bitta o'tirib choy poy ichadigan, balkim oshxona qilsa bo'ladigan kattagina xona. Va bu yoqda bitta kattagina mehmonxona qurib ko'rishimiz mumkin. Steyashka qilingan, shkaturka qilingan, elektr chaslari tortib chiqilgan. Ozgina ishlov bersa, kirib yashasa bo'ladigan joy. Endi mana bu darvozaxona. Buni darvoza bu tomonga qarab qo'yilgan, sababi mana bu yoqdan yo'l tushar ekan. Mana chiqadigan yo'l bo'lar, shuning uchun darvozasini bu tomonga qaratib qo'ygan. Endi bu yoqda 4 ta xona joylashgan, bitta vanna, tualet. Xullas, kirganda o'ng qo'lda bitta kichkinagina, bu necha 3,5 ga 3 mi atrofida bitta xona. Va bu yoqda ham xuddi shu razmerda bitta xona. Patolog qilinmagan, shkaturkasi qilingan. Derazasi yaxshi derazadan qo'yilgan. Xullas, bu yoqda vanna, tualet, buni bitta kuxnya qilib qo'ysa bo'ladi. Va bu yoqda yana bitta xona. Xullas, juda chiroyli plan bilan qurilgan uy, mustahkam qilib egalarning o'zi yashash uchun qurgan. Endi pul kerakligi uchun sotyapti. Endi bu yoqda necha sotiq joy o'zi? Hozir qayer endi chegarasi? Bu ham shu yoqqa kiradi, mana shu devorgacha-da, to'g'rimi? Xullas, maydoni 7 sotiq joyga joylashgan. Bu yog'i mana eski molxona. Bu zabor qilib o'ralgan joygacha. Mana shu uyimizni sotishimiz kerak. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon raqamlariga telefon qiladigan bo'lsangiz, o'sha lokatsiyani tashlab beradi, kelib ko'rib, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, savdolaringiz pishib qolsa, olishlaringiz mumkin.